Assalomu alaykum. Bepul darsligimning 3-qismiga xush kelibsiz. Ushbu dars davomida siz prokuratura organlarining tuzilmalari va strukturalari haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lasiz. Demak, boshladik. Prokuratura organlarining tashkiliy tuzilmalarini tanishtirib o'taman va quyi tizimdan boshlayman. Birinchisi bu tuman shahar prokuraturalari. Ikkinchisi viloyat prokuraturalari, Toshkent shahar prokuraturasi va Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasi. Eng yuqori bo'g'in bu bosh prokuratura va uning tuzilmalari. Endi buni to'liqroq tushunarli qilib tushuntirish uchun tuman miqyosidagi prokuraturalardan boshlayman. Tuman shahar prokuraturalariga prokuror, ya'ni tuman yoki shaharda prokuror rahbarlik qiladi. Ushbu hududdagi qonunchilik ijrosini ta'minlaydi, tergovni amalga oshiradi va o'ziga biriktirilgan hududdagi qonunchilik yuzasidan nazoratni amalga oshiradi. Viloyat prokuraturalari, Toshkent shahar prokuraturasi va Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasiga rahbarlikda Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori amalga oshiradi. Toshkent shahar prokuraturasi va viloyatlarda viloyat prokurori yoki Toshkent shahar prokurori bevosita rahbarlik qiladi va quyi tuzilmalar va o'zida mavjud tarmoqlar orqali qonunchilik ijrosi yuzasidan nazoratni amalga oshiradi va tergov funksiyasi ham bor, ya'ni Toshkent shahar prokuraturasi, viloyatlarda yoki Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasida o'zini 18 va 21 bo'lim deydi. Ya'ni o'sha bo'limlar orqali tergov tarmog'ini ham amalga oshiradi, ham bevosita tergov harakatlarini ham amalga oshirishadi. Bosh prokuratura endi bu O'zbekiston Respublikasidagi barcha prokuratura tarmoqlari ustidan bevosita nazoratni amalga oshiradi va bosh prokuror va uning o'rinbosarlari tomonidan ushbu tizim nazorat qilinadi. Bosh prokurorning o'rinbosarlari bo'ladi, sohaviy, ya'ni har bitta o'rinbosar o'ziga biriktirilgan soha bo'yicha qonunchilik ustidan nazoratni amalga oshiradi, ularning ijrosini ta'minlaydi, ma'lum bir holatlar aniqlangan taqdirda ta'sir choralarini qo'llaydi. Bundan tashqari, prokuratura organlarida ikkita yana tashkilot bor, ya'ni bu sizga ma'lum. Birinchisi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'lsa, ikkinchisi majburiy ijro byurosi. Ushbu ikkala organ prokuratura qoshida tashkil qilingan bo'lib, ularning rahbarlari bevosita bosh prokurorning o'rinbosari hisoblanadi. Bundan tashqari prokuratura tarkibida harbiy prokuratura ham mavjud. Ya'ni harbiy prokuror rahbarlik qiladigan harbiy prokuratura strukturasi bevosita bosh prokuraturaga bo'ysundirilgan, ya'ni bosh prokurorning o'rinbosari hisoblanadi. Ya'ni harbiy prokuror ham bosh prokurorning o'rinbosari hisoblanadi. Prokuraturani ma'lum bir boshqa tarmoqlari ham bor. Deylik, ixtisoslashtirilgan prokuraturalar bor, maxsus prokuraturalar bor. Ular misol tariqasida sizga maxsus prokuratura haqida ozgina tushuncha berib o'tsam, maxsus prokuratura bu jazoni ijro etish muassasalarida qonunchilik ijrosi ustidan nazoratni amalga oshiradi. Ya'ni turmalarda, tergov hibsxonalarida, jazoni ijro etish koloniyalarida, tarbiya koloniyalarida va hokazo. Ya'ni barcha jazoni ijro etish muassasalarida va tergov hibsxonalarida qonunchilik ijrosidan nazoratni amalga oshiradi. Do'stlar, shu bilan bepul darsimizning 3-qismi ham o'z nihoyasiga yetdi. Men imkoniyati boricha barcha ma'lumotlarni qisqartirilgan va umumiy tarzda berishga harakat qildim. Yaqin kunlarda men o'zimni 12 yillik tajribam asosida yig'ilgan bilimlarim asosida prokuraturaga oid darslik e'lon qilaman. Onlayn darslik bo'ladi. Ushbu darslikda qatnashing, ishtirok eting, bilimingizni oshiring. Xudo xolasa, narigi darslarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.